Toshkentda arzonga townhouse qidirayotganlar bo'lsa, unda ushbu xonadonimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Xonadonimizga kirib kelishimizda ichki obzoriga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi xonamiz oshxona bilan gostinniy xonamiz studiya planirovkada qilingan va lestnichная zonamiz. Navbatdagi xonamiz dushovniy formatda qilingan sanuzelimiz. Yana bitta lestnichная zonamiz. Yonimizda zal va bitta yotoqxonamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimizda освещение qilingan qatorda. İkinci qavatimiz faqat yotoqxonaga mo'ljallangan. Birinchi yotoqxonamiz, navbatdagi xonamiz ikkinchi radioaktiv yotoqxona, o'zini garderobi bilan har bir xonamizda oynalar va teplый pollar mavjud. Navbatdagi xonamiz uchinchi yotoqxona qadrdonlar. Kirib kelishimizda navbatdagi sanuzelimiz, dushovniy formatda qilingan, perila zonamiz va 5-chi yotoqxonamiz radioaktiv yotoqxona hisoblanib, o'zini sanuzeli mavjud. Va undan tashqari o'zini garderobi ham bor. Qo'yliq ko'chasida katta yo'l yuzidan 300 metr masofada joylashgan ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 210 kvadrat, 7 ta xona, 5 ta yotoqxona, 3 ta sanuzeldan iborat. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda 612 AQSh dollaridan to'layotgan kvadrat metri. Shoshib qolinglar. Agar qiziqqanlar bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling.